Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana endigi videomiz Chazor avtomobili haqida bo'ladi. Chazor avtomobili bilan xudo xohlasa 5000 kilometr u yoqqa, 5000 kilometr bu yoqqa, yana o'rtada yurishlarimiz bilan taxminan 15000 kilometrli Oltiariqdan Turkiyaga sayohatga chiqishni planlashtiryapmiz. Undan oldin Chazor avtomobili haqida. Menda Chazorda ikkinchi pozitsiyasi 55 kilometrli akkumulyatorga ega. Bu 603 kilovatli akkumulyator, tyagoviy akkumulyator deyiladi. Bularda men sayohatga chiqishdan oldin bemalol tefallarni olib, tokni olib, choylarni qaynatib, elektrический qozon olib, qozon bilan qilib ketmoqchi edim, lekin 55 kilometrliklarda bu funksiya yo'q ekan. Boshqa mashinam bor, Song Plus. Bunda choy qaynayapti, bunda qaynamayapti. Mutaxassislardan so'radim. Ular bunda yo'q deb aytishdi. Xo'p, avtomobilni noyabrdan beri minib yuribman. Hozir 5800 kilometr benzinda, 5500 kilometr tokda yurdim. Mashina juda ham yaxshi, yumshoq, shovqinsiz, xotirjam, juda ham shustri, tezlanishlari yaxshi. Yana aytib qo'yish kerak bo'lgan narsa nima endi? Rasxodi haqiqatdan ham 4 litrda atrofida. Endi kuzatib tursalaring, xudo xohlasa Turkiyaga qanday bordik, chegaralardan qanday o'tdik, qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi, ko'p joylardagi narx-navolarni aytib ketaman. Har doim videoni qo'yib ketaman. Xudo xohlasa Alloh yo'limizni ochiq qilsin. Rahmat hammalaringga.